Telefon purushli ham O'zbekistonda san'at asari bo'lib ketdi, bilayotgan bo'lsalar, Gollivud, Bollywooddan o'tib ketib qoldi oxiri, to'g'risi. Ko'z tegmasin. Mana shu yangi iPhone chiqdi, opalar eskisini sotishni boshladi. Men hech narsaga nam yo'q qilmayapman. Hayronman, bilmasam to'g'risi. Bitta opa chiqib olib turib, chiroyliroq bola keladimikin debman deb beyapti. Voy opa, men basharasiz o'zi chiroyli degan so'z bilan antonim qilib ishlatsa bo'ladigan bo'lib qopti bu. Miss Mahalla 1977 dan olgandek gapirmang, bu to'g'risida chivin bilan yonma-yon qo'ysa, chivin oldingizda hurliqoroq bo'lib turadi. Tam xunuk odamni ko'rganmiz to'g'risi. Lavingizni ham kechqurun stakanga suv to'ldirib uyitib qo'yib yotsangiz kerak edi. Yosh katta opadan mashina qilar tishini protez. Ertalab yumshoq bo'lib qoladi deb mashina qilsangiz kerak edi. Yo'q bu. Normalniy odam chiqmaydi, bitta bola chiqadi haligi. Qilgan eng katta jinoyati maktabda bir marta odobnoma kitobini olib bormagan. Naqlatdingizmi? Ha, naqlatdim. 64 xonali uy beramiz deydi, bermadim deydi. 180 dollarga berasizmi desa, beraman deydi. 30 ni karta qilib bersam bo'laveradi desa, yo'q deydi. Bitta 100 dollarlik, bitta 80 dollarlik berasiz deb turib oladi.